Dostlar, kechlikinglar xayrli bo'lsin. Bugun men sizlarga Uyg'ur xalq masallardan bo'ri bilan o'chga degan masalni aytib beraymi? Undaqda umoqlarimning qulqi menda bo'lsin-a? Bir kuni chöp chepayotgan dehqon yo'l bo'yidagi terak soyasida tushlik tomqini yeb o'tirgan ekan. Uning oldidagi qilin o'rmondan bir och bo'ri chiqib ketdi-da. "Ey kishi, nima yeyapsan?" deb so'rabdi. "Non bilan asal yeyapman." Debdi dehqon. "Menga ozroq bersang, yeb ko'rsam." Dehqon yeyotgan nondan bir borda sundirib, asalga tugirib bo'riga beribdi. Yumshoq non bo'riga bak tamlik tetib ketibdi. Shunga u: "Meni qo'rsqim och, men non yeyishni xohlayman, biroq men uni qandoq pishirishni bilmayman" debdi. Dehqon bo'riga nonni qanday tayyorlashni o'rgatishga boshlabdi. Yer haydash, terish, sug'urishdan boshlab toki nonni yiqib pishirganga qadar bo'lgan ishlarning hammasini tushuntirib beribdi. "Voy, debdi dehqonning so'zini anglagan bo'ri. bu bakmi mushaqqatli ishkan-ku. Sen menga qandoq qilib tayyorli nonga ega bo'lish lozimligi haqida maslahat bersang." Dehqon bir oz o'ylanib turib bo'riga mundoq debdi. "Undaqda sen yayloqqa, yilqilarning yeniga bor. U yerda bir qo'lliq biya bor. Sen shuning qo'lini yegin." Bo'ri dehqonning so'zini rostlab bilib, o'dil yayloqqa beribdi. Degandek bir to'p yilqa o'tlab yurgan ekan. Ularning orasida qo'lliq biyimi bor ekan. Bo'ri qo'lliq biyining yeniga beribdi-da, anasini emayotgan qo'linga etilibdi. Biya chevarlik bilan qo'shq oyoqlab shundoq ching tepibdiki, bo'ri heligacha hushiga kelolmay yetib qoldi. Ash bo'ri hushiga kelib, heliqi dehqonning yeniga keldi-da, yig'lamsirab: "Uni yeyishga mumkin bo'lmadi" debdi. "Agar" debdi dehqon. "uningdan naf ololmagan bo'lsang, avu qiyonliq toqichiq. U yerda o'shik to'la. Ularning orasidan semizroq birini tanlab shuni yegin." Bo'ri taqqa chiqib, ang cho'ng, semiz bir o'shkini ko'ribdi-da. "Appali, yeyishga buningdami yaxshi go'sht topilamu?" debdi og'zidan shelganlarini eqitib. "Seni yeyishimni dehqon buyurg'andi, shunga qarishlik qilmag'in." "Bo'ri-voy, buningga mening nima molim bor? Bo'pti, yesang yegin. Lekin meni parchalab yeyman deb avor bo'lma. Mening teramni buzma. Sen av yerga berib toshqa o'zingni terab, putlaringni kerib, og'zingni yuvgan ichib turg'ina. Men yugurib kelaman-da, og'zingga kirib ketaman bo'lamdi" debdi o'chga. Bo'ri o'chkining degani bo'yicha turibdi. O'chga yugurib kelib, kelishgan mingizlar bilan bo'rini shunchalik qattiq usibdiki, bo'ri bir qancha soatgacha hushsizlanib yetib qoldi. Bo'ri hushiga kelib qarasa, atrofida hech narsa ko'rinmabdi. U to'rt tarafga bir qur nazar selib chiqqandan keyin o'z-o'ziga: "Men o'shkini yedim-mi, yemadim-mi? Uning ko'rinmaganiga qaraganda yegan o'xshayman" debdi. Do'stlar, oshko'z bo'ri ajab adibini yapti-ha? Bu masalni yoqtirdinglarmi? Yoqtirgan bo'lsanglar, do'stlaringlarga aytib beringlar-ha? Undaqda oxirida dilalar hadanglarga agishib, tuvandagi bolalar qo'shqini o'rganinglarchi. Bolalar qo'shqi qo'zing bo'lsa baqayman. Bir qo'zing bar baqamsan, bo'ri kelsa qo'rqamsan. Qo'zing bo'lsa baqayman, bo'ri kelsa urayman. Bo'rilarni o'ldirib, qo'zichoqni saqlayman. Umoqlarim, yana bir qitim tayyorlab beray-ya.
Bir qo'zan bar baqamsan, bo'ran kelsa qo'rqamsan. Qo'zan bo'lsa baqayman, bo'ra kelsa urayman. Bo'rilarni o'ldirib, qo'zichoqni saqlayman. Kech bo'p ketibdi do'stlar. Qamiz bugun bo'ldir uxlanglar, ha? Atimi shu vaqtda Dillolar indidar salonda ko'rishaylik. Tadliq tushlar sizlarga hamroh bo'lsin.